buncha chiroyli. Rahmat dadasi. Bu senga emas. Bitta o'rtog'imniki. Ayolni tug'ilgan kuni bo'lgan ekan. Faqat ish deb yuravermay, bechora ayolingni ham o'ylagin. Sizga turmushga chiqqandan beri birga sayohatga chiqishni orzu qilaman. Ha, tinchlikmi? Xursand ko'rinasiz, qo'shni. Men poytaxtga ketyapman. Erim meni aylantirishga olib ketyapti. Ertaga Toshkentga ketishmoqchi ekan. 4 kishi. Siz hali ham uxlab yotibsiz. Ketishimiz kerak, kech qolamiz, turing. Shunda bugun ham bormaymizmi? Senga bir xush xabarim bor. Xo'sh, qanaqa? Men xo'jayinim bilan sayohatga ketyapman Toshkentga. Seni keyingi safar olib borarman. Xafa bo'lmaysanmi? Erimni zarur muhim ishlari bor ekan, shunga meni olib keta olmadi. Keyingi hafta olib ketar ekan. Nima, yarim soat vaqt emasmi? Doim shunaqa. Bir joyga chiqsak, nimanidir boshlab turasizlar. Sen bilan o'zi ko'chaga chiqib bo'lmaydi.